bitta mijozim bilan ishlash jarayonida shunaqa voqea bo'lgan. Ya'ni eri o'sha ayolni yaxshi inson bo'ladi, lekin turmush o'rtog'idan nimagadir norozilik holatlari kuzatila boshlaydi o'zini ichida. Misol ularga podarka bermayapti yoki gul bermayapti va hokazo shunga o'xshash kayfiyati tushadigan holatlarni kuzatishni boshlaydi. Biza konsultatsiya jarayonida buni so'rab turib, aynan bu fikr sizga qaydan keldi? Boshida qanaqa edi munosabatingiz deb izlagan paytimizda boshida munosabatlar yaxshiligini va keyinchalik shunaqa o'y fikrlar kelganligini aytdi va tushundikki, ularga atrofdagilar shunaqa tavsiyalar berayotgan yoki turmush o'rtog'ing senga gullar beryaptimi, podarkalar beryaptimi deb turib ota-onalari yoki yaqinlari va hokazolar ularga shunaqa minuslarini ko'rsatishni boshlagan va o'ylaganki, bu fikr meniki deb o'ylab, turmush o'rtog'ini minuslari ko'ziga ko'rinishi boshlagan. Yechim bunaqa bo'lgan, bu yerda uni aytayotgan gaplar aslida o'zini gapi emas, u tashqaridan singdirilgan fikrlar edi. Biz ba'zida o'ylaymiz, bizim o'zimizda hayolimizda o'tayotgan gap so'zlar o'zimizniki deb o'ylaymiz. Ya'ni ularni bizga singdirgan gapi orqali biz o'sha rakurs orqali ko'rishni boshlaymiz. Ular o'sha narsani tushunib yetdi va tushunganidan keyin bu aslida o'zida emas, ich-ichiga qarasa haqiqatan turmush o'rtog'ini yaxshi ko'rishini va ularning yaxshi tomonlari juda ko'pligini ko'rishni o'rgandi.